Yo Instagram, assalomu alaykum hammaga. Bizning navbatdagi eng qiyin bo'lgan obyektimizni ham bitirib oldik. 3 xonali kvartiramizda yana o'sha o'zini magnitni treklarni qilib berdi. Chekkasiga poni podsetka qilib, hamma yog'imizda tinovoy profil bo'lgan. 6 ta lampochkasini qo'yib berdik. Bu yoqda ham tinovoy profil, burchagida paryashi 6 ta galagenlar. Bu yoqda pardamiz uchun karnizlarimizni ham qilib qo'ydik. Skron mediani chiqqan zalimizga ham qaranglar. Hech narsa kerak emas. Mana shu ikkita tarafga magnitni trek qo'yib qo'ysa, lampochkani o'zi bemalol yetib beryapti yorug'i. Boshqa xonalarni ham ko'rsataman. Bu yoqda diskimiz, diskiga ham ikkita qatoriga magnit, paryashi, hamma yo tinovoy. Burchaklarini ham zo'r qilib chiqarib qo'ydik. Bu yoqda spamimiz ham shunaqa. Mebellarni atroflarini chiroyli qilib o'tkazib, paryashilarni ham videoda ham o'zimizning parda uchun mo'ljallangan karnizimiz. Shunaqa yaxshi, skromli, chiroyli ishlar kerak bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Xizmatlarimizda salomat bo'linglar.